oxirida jannat shunchalik batafsil tasvirlanganki, u yerga iloji boricha tezroq borishni istab qolasiz. U yerda ko'ngil ishtaha qiladigan va ko'zlar lazzatlanadigan narsalar. Sizlar u yerda abadiy qolursiz. Payg'ambarimiz shunday dedi: u yerda doimo sog'lom bo'lasizlar va hech qachon kasal bo'lmaysiz. Boqiy yashaysiz, hech qachon o'lmaysiz. Hech qachon qarimaysiz, doim yosh bo'lasiz. To'kin sochinlikda yashaysiz, hech qachon muhtoj bo'lmaysiz. Jannatda erkak kishi o'zining eng navqiron va kuchli payti 33 yoshida bo'ladi. Er-xotinlar jannatga kirsalar, ularning turmushlari ham abadiy davom etadi. Bu dunyoda nikoh qurolmaganlar u yerda istagan kishisi bilan nikoh quradi. Rasululloh jannatni bunday tasvirlaydi: jannat oltin va kumush g'ishtlardan qurilgan, uning hidi mushk, mayda toshlari marvarat va yong'indan, tuprog'i esa zafardan. Kimki unga kirsa boqiy yashaydi, azobxo'r, baxtli yashaydi va o'lmaydi. Kiyimlari hech qachon eskirmaydi, o'zlari esa hech qachon qarimaydi. Va eng qizig'i shundaki, tabiat qonunlari va bu dunyoning sabab-oqibat qoidalari u yerda bo'lmaydi. Ya'ni nimani istasangiz o'sha zahoti paydo bo'ladi. Meva yeyish uchun urug' ekib hosil berishini kutish yoki sotib olish uchun biron joyga borishingiz shart emas, chunki jannatda hech qanday mehnat, hech qanday kuchlar yo'q. Alloh istaganingizni o'sha zahotiyoq muhayyo qiladi. Daraxtdan meva uzib olsak, darrov boshqasi paydo bo'lib qoladi. Daraxt zarracha o'zgarmaydi. Go'sht yeyishni xohlasangiz, oldingizda pishirilgan holda go'sht paydo bo'ladi. Bir savol so'rayman. Tug'ilganingizdan beri necha xil taom yegansiz? Bu hayotda dunyodagi mavjud bo'lgan taomlarning bir qisminigina yeya olishingiz mumkin. Ana shuning o'zi ham bizni hayratlantirish uchun yetadi. Bizni hayotimiz dengizdan bir tomchi bo'lsa ham baribir mazza qilib yashayapmiz.